Bir do'stim bor, qalblari otash, muhabbatga to'lib yuradi. Har lahzasi doim baxtiyor, uni baxt ham yaxshi ko'radi. Bir do'stim bor, orzulari ko'p, orzusiga so'zsiz yetadi. Chunki unga doim madadkor, omad uni yaxshi ko'radi. Do'stlari ko'p, atrofida jam, suhbatiga shoshib yuradi. Bir men desam mendan-da ortib, hayot uni yaxshi ko'radi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz tinglovchilar, bizlarni olis va yaqin manzillarda, musofir davlatlarda tinglayotgan qadrli vatandoshlarimiz, barchangizga 2025-yilning 21-mart oqshomi xayrli bo'lsin. Tinglayotganingiz Radio Tabrik loyihasi, sizlar bilan boshlovchi Kamina Surayyo Raimova. Ushbu sanada tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizga ayyomlari muborak bo'lsin deya tabriklarimiz ketma-ketligi davom etadi. Bizda navbatdagi tabrigimiz egasi borlar. Qilichboyev Sanjarbek bilan bog'lanamiz. 1997-yil 21-mart sanasida tavallud topganlar, ularga qo'ng'iroqni amalga oshiramiz. Agarda bizni qo'ng'irog'imizga javob bersalar, yaqinlardan kelgan nomalarni ularga yetkazib, ko'ngillarini ko'tarib, xursandchilik ulashishga harakat qilamiz albatta. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qilichboyev Sanjarbek bilan bog'landikmi? Ha. Salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Umringiz davomida mana shunday a'lo, yaxshi, zo'r kayfiyat aslo tark etmasin deya biz sizni Radio Tabrik loyihasidan bezovta qilyapmiz. Bugungi shukrona kun, tavallud ayyomingiz qolaversa, Navro'z ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. O'zingizga ham muborak bo'lsin. Rahmat. Ayni daqiqalarda yaqin bir insonlaringiz bizni loyihamizga murojaat etishmoqda. Sizga xursandchilik ulashish maqsadida kim deb o'ylaysiz endi ushbu insonlaringizni? Yaqinlarim, do'stlarim bo'lsa kerakda. Eng yaqin do'stlarim. Yana bir boshqa taxminlaringiz bormi? Nega aynan do'stlaringiz yoki boshqalar tabriklab bo'lishdimi? Ko'proq o'sha do'stlarim tabriklaydi o'ylayman. Qolganlar ham tabriklashdi. Eng yaqin do'stlarim. Atrofingizda kimlar bor endi? Hozir oila a'zolarim, qizim, bolalarim hamma shu yerda. Mayli, sizni ko'p kutilmagan holda ularni kim ekanliklarini aytib o'taman. Albatta, topdingiz. Do'stlaringiz Nodirbek, Ikromjon, Abdulaziz, Abdurasul, Javohir va barcha qolgan yaqin do'stlaringiz nomlaridan bir shu do'stlaringiz orasida chin do'stingiz bor ekan, Islomjon. Ha, Islomjon. Hozir Rossiyadalar ish bilan tanidim Islomjon. Shu Islomjon do'stingiz bizni loyihamizga murojaat etmoqdalar. Sizga xursandchilik ulashish maqsadida bugun do'stimni tug'ilgan kuni loyihangiz orqali bir qo'ng'iroq qilib, barcha do'stlarimiz nomlaridan xursand etib bering deya biz bilan bog'landilar. Ha. Siz uchun Islomjonim yaxshi ishlab, umrlari uzoq bo'lsin. Chiroyli dil so'zlarini muborak bo'lsin Islomjonga ham, barcha do'stlarimga. Dil so'zlarini yozib qoldirganlar o'qib eshittirib qo'ysam bo'ladimi? Bo'ladi, eshitaman. Assalomu alaykum barchaga, do'stim Sanjarbek. Bugungi shukrona kun, tavallud ayyoming muborak bo'lsin. Baxtimizga sog' salomat bo'lgin. Qolaversa oila a'zolaring, farzandlaring baxtiga sog' salomat bo'lgin. Yuragingda nimaiki yaxshi niyat, orzu, umiding bo'lsa, yaratgan o'zi qo'llasin, yetkazsin. Hamisha sog'lik, omonlik, daromad hamrohing bo'lsin deb qolamiz. Doimo hurmatimizda, e'zozimizda, ardog'imizdasan. Bizni safimizda seni o'rning bo'lak, seni hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz do'stim. Boringga shukr. Bir-birimizga bo'lgan mehr oqibatimizga aslo ko'z tegmasin. Mana shunday do'stlar barchamiz kelgusida yaqinlarimiz bilan birgalikda do'stlar barchamiz Allohning bayti Ka'batullohga borib, Ka'baga yuzlanib, Ka'ba maydonida yaqinlarimizni duolar qilib birgalikda hojilik maqomlarini qabul etishlik nasib etsin. Ramazon ayyomlaring muborak bo'lsin. Navro'z ayyomlaring muborak
bo'lsin do'stim, seni yaxshi ko'rib qolguvchi do'stlaring deya do'stingiz Islomjon nomalar qoldirganlar. Aha. Marhamat Sanjarbek, siz bilan bo'layotgan suhbatimiz esdalik tarzida yozib olinmoqda. Radio tabrik loyihasi orqali yaqinlaringizga, oila a'zolaringizga dilingizda nimaiki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, Ramazon tilaklari bo'lsa va boshqa bir niyatlaringiz, duolaringiz bo'lsa, bemalol yo'llab olishingiz mumkin. Bu imkoniyatlar sizniki albatta. Birinchi o'rinda ota-onamni tabriklayman mana shu bayram bilan, Navro'z bayram bilan. Mening oila a'zolarimiz jamiki barchalarini tabriklab qolaman. Shu qatori do'stlarimni Nodirbek, Rasuljon, Islombek, Ikromjonlarni ham mana shu bayram bilan tabriklayman. Chin qalbimdan. Barcha samimiy tilaklar uchun rahmat. Juda xursand bo'ldim. Qizalog'ingizni-chi, qizalog'ingizni ham bir tabriklab qo'ying. Ismlari nima endi bu shirin qizni? Ismi Madina Bonu hozir so'g'li qilyapti. Aha, Madina Bonu. Mashalloh, biram chiroyli ismlari bor ekan. Biz ham sizga ijodiy jamoamiz nomidan shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin deymiz. Alloh rizqingizga, umringizga barakasini yog'dirsin. Eng muhimi ibodat aslo tark etmasin. Qilgan ibodatlaringiz, tutgan ro'zalaringiz, solih amallaringiz safida bo'lsin inshaalloh. Mana shu Madinaxon qizingizni baxti rohatini ko'ring. Albatta suyukli ayolingiz bilan birgalikda kelgusida mana shu Madinaxon qizingiz hofizi Qur'on, tirik Qur'on bo'lsin, jannatdagi tojingiz sababchisi bo'lsin inshaalloh, Ka'bani kelini bo'lsin. Shu ota-onangiz bilan birgalikda, suyukli ayolingiz bilan birgalikda Ka'bada qizimiz bor kelin bo'lgan Madinaxon bir borib ko'rib kelaylik sog'indiga deya har oyda bir vizalar olishga shoshilib qoling. Rahmat. Quyida bir musiqiy taronamiz bor. Do'stlaringiz nomlaridan bizning to'lqinlarda siz uchun jarang sochadi. Marhamat, tinglab qabul etasiz. Shukronalik ayyomlar, Navro'z ayyomlar, Ramazon ayyomlari va qolaversa ortidan kelayotgan hayit ayyomlaringiz muborak bo'lsin deymiz. O'zingizni ehtiyot qilasiz. Salomat bo'ling. Muzikalar Telegram kanalida qaynoq premyera. Ey do'st, birga tug'ilmadik, o'lmaymiz birga. Ey do'st, ko'nglimni senchalik bilolmas o'zga. Har qachon yonimda bo'larding tirgalki. Ey do'st, ey do'st, ey do'stim. Ey do'st, egirsam turarding qaddimni tutib. Ey do'st, bergan azallari ichingga yutib. Qalalding men bilan barin unutib. Ey do'st, ey do'st, ey do'stim. Baringga ming shukr, saodatimsan. Allah in'om etgan omonatimsan. Akamsan, ukamsan, qiyomatimsan. Ey do'st, ey do'st, ey do'stim. Goh hayot zarbidan botganda terga, mashaqqatni yengdik yelkama-yelka. Nidavonlar bo'lsa oshamiz birga. Ey do'st, ey do'st, ey do'stim. Ey do'st, ey do'st, ey do'stim. Ne kirse boshingga sherikman men ham. Sening hamkoringga yaratsin egam. Borimni sen bilan ko'rgay
ای من بخند ای دوست ای دوست ای دوستم ای دوست ای دوست ey dostum var ingelmişken saadet sen Allah inan etken amanetim sen hakem sen hüküm sen kıyametim sen ey dost ey dost